Agar tizzalaringizdagi og'riq kundalik hayotingizni qiyinlashtirayotgan bo'lsa, siz yolg'iz emassiz. Tizza og'rig'i juda keng tarqalgan muammo bo'lib, uni sabablarini tushunish va yechim topish hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bugungi videoda siz tizza og'rig'ining asosiy sabablari, kimlar xavf ostida ekanligi, samarali davolash usullari va oddiy ammo samarali oldini olish choralari haqida bilib olasiz. Videoni oxirigacha ko'ring, tizzalarning sog'lomligi uchun birga harakat qilamiz. Boshladik. Tizza bo'g'imi tanamizda eng ko'p ishlatiladigan va yuk tushadigan bo'g'imlardan biri hisoblanadi. Afsuski bu bo'g'im jarohatlar va kasalliklarga moyil bo'g'im hisoblanadi. Quyida tizza og'rig'ining eng keng tarqalgan sabablari, kimlar xavf ostida ekanligi va ularni tibbiy sabablari, ya'ni kelib chiqish haqida, patofiziologiyasi haqida aytib beramiz. Osteoartritlar sababi tog'aylarning yemirilishi va sinovial suyuqlikning kamayishi bilan kechadigan bo'g'im kasalligi hisoblanadi. Tibbiy kelib chiqish, ya'ni patofiziologiyasida tog'aylarning yemirilishi natijasida suyaklar bir-biriga yaqinlanib, ular bir-biriga tegishni, ya'ni ishqalanishni boshlaydi. Bu esa og'riq va yallig'lanishga olib keladi. Xavf omillari aksariyat holatlarda 50 yoshdan oshganlarda, ortiqcha vazni borlarda va oilaviy moyilligi borlarda ko'p uchraydi. Belgilari qanday bo'ladi? Belgilari og'riq, qotish, harakatlarning cheklanishi, ba'zi holatlarda tizzadan yoki o'sha bo'g'imdan ovoz chiqishini kuzatishingiz mumkin. Keyingi jarohatlar menisk jarohatlari. Sabablari noto'g'ri burilish yoki og'ir yuk tushishi tizzadagi meniskni jarohatlanishiga olib kelishi mumkin. Tibbiy kelib chiqish, ya'ni patofiziologiyasida menisk tog'ay yostiqchasining yirtilishi bo'g'imlarning stabilligini, ya'ni barqarorligini buzadi va og'riq keltirib chiqaradi. Xavf omillari yoki guruhiga kimlar kiradi? Sportchilar, futbol yoki basketbol o'ynaydiganlar. Eng ko'p uchraydigan yosh taxminan 30-50 yoshlar atrofida bo'ladi. Belgilari keskin og'riq, shishish, harakat qobiliyatini ayni o'sha bo'g'im uchun pasayishini kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi muammolar pay cho'zilishi va yirtilishlari. Sabablari sport yoki og'ir jismoniy faoliyat paytida paylarni haddan tashqari yuklamaga duchor bo'lishi, ya'ni duch kelishi natijasida paylardagi yarim yirtilishlar yoki to'liq yirtilishlarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Buni tibbiy sababi qanday bo'ladi? Paylarning cho'zilishi yoki yirtilishi mushaklarni ishlashini buzadi. Xavf guruhi yoki omillariga kimlar kiradi? Sportchilar, futbol yoki tennis o'ynayuvchilar, ba'zi holatlarda sprint yuguruvchilar ham bo'lishi mumkin. Ayniqsa bular noto'g'ri mashq texnikasidan foydalanganda bu jarohatlarning xavfi oshadi. Belgilari qanday bo'ladi? Keskin tizzada og'riq, shishish va ko'karish kuzatilishi mumkin. Xo'p, tizza qopqog'ining yallig'lanishi patellar tendinitis deb nomlanadi. Sababi haddan tashqari yuk yoki noto'g'ri mashqlar bajarganda tizza qopqog'i va unga birikkan paylarning yallig'lanishi bilan kechadigan holat hisoblanadi. Buni tibbiy kelib chiqishini mexanizmi tendinlarning, ya'ni o'sha paylarning yallig'lanishi va mikro yoriqlar, ya'ni mayda kichkina yoriqlar bilan kechadigan holat hisoblanadi. Xavf omillariga sportchilar, basketbol, voleybol, yuguruvchilar yoki sakrash bilan shug'ullanadigan sportchilar kiradi. Belgilari tizza old qismidagi og'riq yoki shishni kuzatishimiz mumkin. Tizza og'riqlarini davolash uchun turli xil usullar mavjud bo'lib, quyida aytib beradiganlarimiz eng samarali yondashuvlardan biridir. Bu yerda RICE usuli deb nomlanadi, ya'ni rest, dam olish. Nima uchun kerak? Jarohatlangan to'qimalarning tiklanishi uchun vaqt kerak bo'ladi va natijada biz ularga dam berishimiz jarohatlangan to'qimalarning tiklanishiga yordam beradi. Keyingisi og'riq va shishni kamaytiradi dam olish, chunki jarohatlangan joyda tushayotgan stress cheklanadi. Keyingisi qancha vaqt dam berish kerak? Taxminan jarohatdan keyingi 24-48 soat davomida jarohatlangan joyni harakatsiz saqlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingisi sovuq kompresslar yoki muz qo'yish. Muz qo'yish orqali jarohatlangan to'qimalardagi qon tomirlar torayadi va og'riq, shishish va qizarish simptomlari, kerak bo'lsa qon quyilish darajasi ham kamayishga yordam beradi. Qancha vaqt davom etish kerak? Har 2-3 soatda taxminan 15-20 daqiqa sovuq kompresslardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingisi elastik bintlar orqali siquvchi bog'lamlardan foydalanish. Bu nima uchun kerak? Bu shishni kamaytirish va bo'g'imni mustahkamlash, ya'ni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Qon oqimini tartibga soladi, to'qimalarga tushayotgan va tizzaga yoki o'sha bo'g'imga tushayotgan yuklamani kamaytiradi.
Xo'p, buni qo'llash uchun elastik bog'lamdan foydalanasiz, lekin haddan tashqari yumshoq to'qimalarni siqmaslikka e'tibor bering, sabab u yerga qon kelishi keskin buzilmasligi kerak. Keyingisi o'sha jarohatlangan a'zoni yuqoriga ko'tarish. Bu oyoq bo'ladimi, qo'l bo'ladimi, ozgina o'sha kerak bo'lgan o'zini joylashgan joydan sal ko'tarish, ya'ni o'sha qon oqimini pastga bo'lishiga yordam berish. Bu shishni kamaytiradi va o'sha a'zodagi og'riq yoki lo'qillash hissini ham oladi. Jarohatlangan joyni yurak darajasidan ozgina, ya'ni o'sha gravitatsiyaga yuqori ko'tarish orqali qon va suyuqliklar to'planishini oldini olamiz va yuqorida aytganimizdek yordam beramiz jarohatlangan joyga. Qanday qo'llash kerak? Tizzani yostiq yoki ko'rpacha ustiga qo'yib, birozgina ko'tarish yordam berishi mumkin. Yengil jarohatlar uchun tuzalish muddati taxminan 1-2 haftani talab qilishi mumkin. Keyin fizioterapiyaga e'tibor berish kerak. Fizioterapiya tizzalarni mustahkamlovchi mashqlar va mushaklar quvvatini oshirish uchun maxsus dasturlardan foydalanish mumkin. Fizioterapiya talab qilinadigan muddat taxminan 4-6 hafta bo'lishi mumkin. Keyingisi dorilar bilan davolash. Dorilarga yallig'lanishga qarshi vositalar, ibuprofen yoki paracetamol yoki shu guruhga kiruvchi boshqa vositalardan qo'llashimiz mumkin. Mahalliy vositalardan qo'llashimiz mumkin. Bunda og'riqni kamaytiruvchi kremlar yoki gellardan foydalanishimiz mumkin. Dorilarni qo'llash muddati taxminan jarohatning turiga qarab turib 1-2 hafta davom etishi mumkin. Tibbiy aralashuvlar, kortikosteroid ukollari yallig'lanishni kamaytirish uchun qo'llanilishi mumkin. Jarrohlik aralashuvi ba'zi holatlarda talab qilinadi. Menisklarning yirtilishi yoki og'ir osteoartrit holatlarida jarrohlik amaliyoti talab qilinishi mumkin. Tuzalish muddati jarrohlikni og'ir yoki yengil o'tganiga qarab taxminan 6-8 hafta davom etishi mumkin. Yodda tuting, har qanday davolanishni boshlashdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashing. To'g'ri yondashuv tizzani tiklanishini tezlashtiradi. Yuqorida aytilgan usullarga rioya qilib, doktor nazoratida bo'lib, jarohatlangan tizza yoki har qanday bo'g'imni tezda tiklanishini va asoratlarni oldini olishga erishimiz mumkin. Yuqorida aytganimizdek, tizzalar tayanch harakat tizimini faoliyati uchun muhim a'zo hisoblanadi. Ularni sog'lom saqlash uchun quyidagi tavsiyalarga amal qiling. Birinchisi, sog'lom vaznni saqlash. Ortiqcha vazn tizzalarga yuklamani oshiradi. Bu esa og'riqni yoki har xil jarohatlar xavfini oshirishi mumkin. Keyingisi, to'g'ri poyabzal tanlash. Har bir faoliyat turiga mos keladigan poyabzal kiyishingizni tavsiya qilamiz. Chigil yozda mashqlardan foydalanish. Jismoniy mashq yoki har qanday faoliyatdan oldin tizzalarni tayyorlash uchun chigil yozda mashqlardan bajaring. Bu mushaklarni va paylarning cho'zilishiga yordam berib, tizzangizni faoliyat davrida jarohatlanish xavfini oldini oladi. Keyingisi, jismoniy faollikni oshirish. Kundalik yurish, zinapoyadan foydalanish yoki oddiy mashqlar tizzalarni mustahkamlaydi. Keyingisi, harakat oralig'ida dam olish. Uzoq vaqt davomida bir xil holatda qotib qolmaslikka harakat qiling va tana pozasini vaqti-vaqti bilan o'zgartirib turishga e'tibor bering. Ushbu oddiy choralar tizzalaringizni sog'lom saqlashga yordam beradi va kelajakdagi og'riqlarni oldini oladi. Bugun biz tizza og'riqlarining sabablari, kimlar xavf ostida ekanligi, davolash usullari va oldini olish bo'yicha amaliy maslahatlarni ko'rib chiqdik. Esingizda bo'lsin, tizzalarni sog'lom saqlash faol va sifatli hayot garovidir. Agar sizda yoki yaqinlaringizda tizza og'rig'i bo'lsa, darhol mutaxassisga murojaat qiling. Ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va yaqinlaringiz bilan bo'lishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, boshqa foydali videolarni o'tkazib yubormang. Salomat bo'ling va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.